Assalomu alaykum. Joli kunlar hammalarga. Yangi kanalga xush kelibsizlar. Ertalab soat 6:45 taxminan. Ishga ketmayman. Ishga borishdan oldin doktorga ko'rinishim kerak. Ko'ryapsizlar, sahar hatto avtobuslar hali ishini boshlamagan menimcha. Metroga qarab kirib ketyapman. Har oyda bir marta doktorga ko'rinishim kerak. Sababi o'tgan yili quloqdan operatsiya qildirgandim. O'shandan beri har oyda bir marta doktorga borib ko'rinib turishim kerak. Xullas, bugun shunga borishim kerak. Metro. Nimagadir bugun juda ham ko'p arab pokistonliklarni ko'ryapman. Bu joylar Hanjoni markazi hisoblanadi va juda ham eski binolar ko'p. Hanjoni tarixiy joylari. To'g'risini aytsam, bu kofe juda ham yoqib qoldi. Deyarli har kun ichaman. Yana buni yaxshi tarafi juda ham arzon. Starbucksga qancha pul to'laysiz? Birinchidan juda ham sekin. Boykot degan narsalar paydo bo'lgandan keyin deyarli Starbucks yoqmay qoldi. Xitoyda deyarli hamma joylarda albatta yaxshi tekshiruv o'tkazishadi. Katta больницаlarda ham xuddi shunaqa. Va bu больница juda ham eski больница, lekin yaxshi sifatli. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Doktorim odatda dushanba kuni va chorshanba kuni ishlaydi. Bugun chorshanba, menga chorshanba kuni qulayroq. Doktordan ko'rinib chiqdim. Tekshiruv tugadi, hammasi yaxshi bo'ldi. Lekin odamlar allaqachon ko'p. Westlake'ga boshqa safar kelaman. Oldin ham ko'p kelganman, video ham tayyorlaganman, lekin montaj qilib tugatmaganim uchun YouTube'ga qo'ymaganman. Metroga chiqib ishga borishim kerak. Ishdan keldim. Ko'p video olamadim. Hozir yashab turgan joyimizda kichkinagina o'zini trenajyorli zali bor. Shu yerda ozgina yuguramiz. Dronni olib chiqdim. Dronni uchirmoqchiman sizlarga. Atrof ko'proq ko'rsataman. Qiziq narsalar bor. Menimcha yaxshi uchdi. Batareykasi uzoqqa yetmaydi. Uzog'i 15 daqiqaga yetadi. Menimcha yaxshi kadrlar oldik. Albatta baho beringlar. Endi elektr skateboard uchamiz.
Bu skateboardda juda ham kam uchaman. 2-3 oylarda bir marta uchaman, esimga tushib ketsa. Shuning uchun akkumulyatori menimcha buzilyapti. Yangi olgan paytimda bu juda ham tez uchardi. Balatilaga ham tezroq chiqardi. Hozir piyoda yurgan odam bilan deyarli bir xil yuryapti. Bu dronni o'zingizga ergashtirib uchirsangiz bo'ladi, boshqarmasdan. Hozir shuni sinab ko'ramiz, qanaqa ishlaydi. Xo'p, bu yo'lda odamlar kamroq, ham mashina yo'ldan uzoqroq, lekin daraxtlar bor, ko'ramiz qanaqa uchadi. Qaramiz. Dron tayyor. Uchyapti. Ko'ramiz, orqamizga ergasha oladimi yo'qmi? Sizlarga kamerada ko'rinyaptimi bilmayman. Endi dronni oldiga o'tkazdim. Ko'ramiz, oldida ergasha oladimi yo'qmi? Nimadirlar bo'lyapti. Lekin gap yo'q, juda ham arzon dron shuncha narsani yaxshi bajaryapti. To'g'ri aytsam, mashina yo'lda uchira olmayman. Dronni yo'qotishdan qo'rqmayman, lekin odamlarga yoki mashinaga urilib ketishi mumkin. Shunisidan qo'rqaman. Yaxshi uchirmagan yaxshi. Bu yerda ko'prik bor, ko'prik lekin anchagina baland. Menimcha sekinlashni boshladi. Hali ham yuryapti. Endi bu binoni qaranglar. Hozir mana shu binoni u tarafga ketyapman. Sababi u yerda yiqilishga ozgina qoldi. Mana shu joyga tiqilib qoldi. U binoni u tarafda yana ajoyib bino qurilgan. Bu deyarli hammasi bu ko'chalarda high tech kompaniya tegishli. Bu piramidaga o'xshab qurilgan bino. Balkim bilasizlar, balkim bilmaysizlar, Vivo kompaniyasiga tegishli telefon ishlab chiqaradi. Hatto bu qiz velosipedda tezroq yuryapti. Endi buni qarang. Bu yerda deyarli har kuni piknik qilishadi, lekin shanba kuni juda ham odam ko'p bo'ladi. Bolalari bilan, o'rtoqlari bilan chiqqanlar. Lekin men bu yerda kayakda uchmoqchiman, agar ruxsat berishsa, ko'ramiz. Yo'q do'stlar, ruxsat berishmadi, sababi o'chirt ko'paygan, navbatda turganlar. Taxminan 1,5 soatlardan keyin navbating keladi, xohlasan dedi. Uncha kutmayman. Boshqa safarga kelib uchamiz. Lekin hozir shu yerda bir aylanib, keyin ketamiz. Skateboard nimaga to'xtayapti? O'chdimi?